Assalomu alaykum Yandex taksi haydovchilari. Bugungi 22-mart, ya'ni taksichilar kuni bilan bir nechta haydovchilarni tabriklamoqchimiz. Ularga kichkinagina bo'lsa ham arzimas bir sovg'amiz bor. Hozir mana taksi chaqirib qo'yganmiz. Haydovchi kelyapti. Kelganda ko'chaga chiqib haydovchiga sovg'amizni berib, bayram bilan tabriklab jo'natib qo'yamiz. Hozir taksimiz keldilar, borib oldilariga tabriklab qo'yamiz. Assalomu alaykum. Video olayotganmi, maylimi aka? Video olayotganmi, maylimi deyman. Bugungi qanaqa kunligi bilasizmi? 22-mart. Bugun butun jahon, ya'ni xalqaro taksichilar kuni. Sizni taksichilar kuni bilan tabriklamoqchimiz. Necha yildan beri ishlaysiz taksida? Taksida 2 yildan beri. 2 yil. Mana bu sovg'amiz arzimas bo'lsa siz uchun qabul qilasiz. Yana qanaqadir muammolar bo'lsa, ofisimiz shu yerda, bemalol kelib, muammolaringiz bo'lsa, hammasini hal qilib beramiz aka. Akajon, rahmat, sog' bo'lasiz. Hozir ikkinchi taksimizni ham chaqirib qo'ygandik. Komfort tarifdan oq Cobalt mashinamiz keldi. Brendlari yopishtirilgan. Assalomu alaykum. Video olayotgan maylimi aka? Xo'sh, qarang, men Buxoro taksini Yandexning glавный menejeriman aka. Bugun qanaqa kunligini bilasizmi? Qanaqa kun bugun? Bugun taksichilar kuni. Rahmat aka. Bugun taksichilar kuni uchun sizga arzimas bo'lsa kichkina sovg'amizni berib qo'ymoqchimiz aka. Tabriklaymiz. Yaxshi kunlarga xizmat qilib yuring aka. Qanaqadir muammolaringiz bo'lsa, Bizni qadrlaganimiz uchun katta rahmat. gap aka. Bor aka. Hayotda Bor aka. uchrashib, lekin taksidan ko'pchilik endi nima qilmaydi, mensimaydi, lekin aka, mayli aka. Yaxshi kunlarga. Bemalol nimadir muammo bo'lsa, ofisimizga shera kelib ketsangiz bo'ladi. Chaqirgansiz endi. Ayni shu uchun bir tabriklab qo'yaylik degandek, ko'nglingiz ko'tarib akajon. Mayli aka, charchamang, sog' bo'lasiz. Mana hozir bir nechta haydovchining ko'nglini ko'tarishga harakat qildik. Kayfiyatlari ko'tarildi menimcha. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, bu ishni uddalab bilgan bo'lsak, like bosib, kommentariyada, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Buxoro taksida barchasi qulay va oson. Bizga ulamoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlar orqali aloqaga chiqing. Manzilimiz Kafe Bahordan o'tgandan keyin yo'lning o'ng tomonida ko'rinib turadi.